Assalomu alaykum. Bizni 4+ gurungimizni hozirgacha kuzatib turganlar. Menimcha chiqmaganimiz 1 yildan oshdi-yu, agar undan ham ko'p bo'lib ketmagan bo'lsa. Yangi fasl ekan. Tashabbuskori har doimgidek Abbos Serobov. Sizlar bilan yana har doimgidek kitoblar haqida gaplashamiz. Biz o'tgan davr mobaynida ko'plab yangi kitoblar, yaxshi kitoblar nashr qilindi nashriyotimizda. Shular haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sizlar xursand bo'lasizlarmi, xafa bo'lasizlarmi bilmadim, lekin biz juda xursandmiz. O'zimiz qo'limizda bo'lgan, o'zimiz qilmay yurgan ishni qayta boshlab olganimizdan bu kerak deb hisoblaymiz. Muloqot qanchalik muloqot qila olamiz, qanchalik sizlarning e'tiboringizni qozonib muloqotga kirisha olamiz, buni oldindan bilishimiz qiyin-ku, lekin zaruratini his qilamiz va biz uchun juda qadrli kitobxon bilan, biz o'quvchimiz bilan, bizni qadrlaydigan odamlar bilan doimiy aloqada bo'lib turish. Shu maqsadda yana tikladik, mana yangi fasl deyilyapti. Qani boshlab olaylikchi. Xayrli bo'lsin oqibati ham. Assalomu alaykum. Yana sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Jamoamiz nomidan nashriyotni ijodiy jamoasi, nashriyot xodimlari nomidan hammanglarga borligingiz uchun, kitoblarimizni o'qiyotganligingiz uchun tashakkur bildiraman. Baxtimizga doimo sog' bo'linglar. Sizlar borki, biz bormiz. Rahmat. Montessori go'dakdan boshlaymizmi aka? Bu menimcha bu kitobdan o'qimadi. Bu uzoq muddat nima qildi bu kitob ham. Bizda ancha payt chiqmay turdi. Mualliflik huquqini olganimiz ancha yil bo'ldi, menimcha. Bu O'zbekiston noshirchiligidagi bitta alohida holatlardan bittasi, bitta kichkina hodisa desa ham bo'ladi. Chunki ayrim nashrlar bor, shunaqa odatdagidan biroz farqli bo'lgan munosabat talab qiladi. Bu Montessori o'zi ta'lim uslubini o'ziga xos jihatlari bor va o'sha o'ziga xosliklarni yo'qotib qo'ymaslik uchun, nazorat qilib turish uchun, xato o'tib ketmasligini, kitobning mualliflik huquqi berilayotganda o'sha Montessori ta'limi bo'yicha mutaxassislarni jalb qilish yoki tarjimaga yoki tahrir jarayoniga jalb qilishni so'rashadi. Bu vaqt oladi. Shu ma'noda bu kitob tarjima bo'ldi. Tarjima bo'lish jarayonida mutaxassislar kelib, O'zbekistondagi Montessori bo'yicha mutaxassislar kelib maslahatlar berishdi. Keyin tarjima tugagandan keyin ham o'qib, tuzatishlar kiritib berishdi. Uni biz hatto diplomlarini ham jo'natib tasdiqlatib oldik. Shunaqa talab bor edi. Mana shu diplomli mutaxassis ko'rib beradi buni degan. Hammasi ma'qul bo'lgandan keyin ishlandi. Endi bu juda ko'p nima turib ham qolgani yo'q. Chunki bizning nashriyotimizda rosa turib, ana tindirilib chiqariladigan kitoblar bor. Ularni oldi yashin tezligida chiqib ketsa ham bo'ladi. O'zi bu ta'lim uslubi O'zbekistonda juda ham biz bilan qo'shni mamlakatlarga nisbatan ham orqada qolgan ekan. Hozir endi ilk bog'chalari ochilishni boshladi. O'zini hatto maktablarigacha bor butun dunyoda. O'zbekistonda uyushmasi bor. Shu uyushmani ochgan Montessori ta'lim bo'yicha mutaxassis bilan Muhammad Rasul ismlari kecha ham muloqotda bo'ldik. Ular bir tadbir o'tkazishmoqchi kuzda. Sohaning eng yetuk vakillarini chaqirib xalqaro tadbir o'tkazishmoqchi. Biz ham qatnashsak kerak. Va oldindan mana insight berib o'tib ketaveray. Bu
muallifning Montessori ta'limi chaqaloqlar uchun va bolalar uchun degan kitoblari ham bor va Montessori bo'yicha ovqatlanish haqida kitobi bor. O'sha 3ta kitob uchun ham mualliflik huquqlarini biz oldik hisobi. Kelishuvlar boshlandi, hali oxiriga yetgani yo'q, shartnoma tuzilgani yo'q, lekin odatga ko'ra, an'anaga ko'ra shunaqa shakllangan mana shu kelishuv, og'zaki kelishuvga erishilishi bu kitob biz oldik degan ma'noni anglatadi, chunki shunaqa axloqi, shunaqa mualliflik huquqlarini oldi berdi. Shu kitob bo'ldi. Sizlarga taqdim qilmagan yangiliklarimizdan biri va bu kitobni dunyoga kelishi, umuman Montessori haqida kitob chiqarishimizni asosiy sababchisi g'oya muallifi Abdulloh, bosh muharririmiz Abdulloh Sharopov. Abdulloh tavsiyalari bilan shu sohani, shu yo'nalishni targ'ib qiladigan, ochib beradigan kitoblar chiqaraylik degan tavsiyalaridan keyin biz izlanib, muallif topib, bog'lanib nashr etganmiz. Abdulloh ko'proq narsa gapirib bera oladilar. Ta'limda eng katta muhim jihatlardan biri qancha erta boshlasa, shuncha foydasi katta bo'ladi. Shuning uchun ta'limni o'zimizni xalqimizda ham bir gap borku, tug'ilganiga bir hafta bo'lganda borgan ekan donishmandga bir hafta kech qolsalar deydi-ku. O'shaning uchun qancha erta boshlasa shuncha yaxshi. Go'dak Montessorining eng katta xususiyatlaridan biri bolalardagi shu yoshligidan boshlab aqlni ishlatishda, topqirlikda, qiyin vaziyatlardan chiqib ketish yo'llarini o'rgatish asosiy oldiga qo'ygan maqsadlardan biri bu. Kishini ta'limini butun dunyoda mashhur, bizga endi siz aytgandek endi kirib kelyapti. Xudo xolasa shu masalani O'zbekistonda boshlab berganlaridan biri bo'lish nashriyotimiz uchun sharaf. Xudo xolasa hali rivojlanib ketsa, boshqa kitoblarni ham tarjima qilarmiz, chiqaramiz xudo xolasa. Yaqinlarimdan bittasi shu Montessori ta'limi bo'yicha tahsil oldi va doimiy fikrlashib o'rgangan narsalar haqida gaplashib turganimizda bu ta'lim uslubiga o'zim ham hurmatim juda ham cheksiz oshdi. Bu o'sha yosh bolani ichidagi shaxsni uyg'otish va bu yoqda ham qiziquvchan va mas'uliyatli shaxs tarbiyasi bo'yicha ota-onalarga qo'llanma deyilgan. Shu bolani erklarini cheklamagan holda, bolaga hech nimaga majburlamagan holda tarbiyalash. Hech nimaga majburlaysiz, ayni paytda qat'iyan yo'naltirasiz. Biz o'rgangan, ko'zimiz ko'rgan tarbiya usullaridan keskin farq qiladi. Xitoyda bolalar qancha erkin bo'lishini ko'rardim. Shular keyin bildim Montessori bo'yicha ekan. Misol 3 yoshli bola o'zi ovqatini yeb, ovqatidan keyin idish-tovoqlarni hammasini yuvib qo'yib, shunaqa harakatlarni qila oladi. Biz hayron qolardik. Shu Montessoriyni bu fazilatlaridan bittasi va uni juda ahamiyatli bo'lmagan ekan. Boshqa ahamiyatli tomonlari yaxshi. Hatto bu Montessoriyni aybi sifatida aytildi, lekin ayni paytda nima ham juda katta maqtov, xushomad, kompliment Montessori uchun. Montessori bog'chaga berishi salbiy ta'sirlari bormi so'raganimda, bitta salbiy ta'siri bor: maktabda o'qish qiyin bo'ladi. Bolani nimani ichida, qoliplarni ichida saqlab turish qiyin bo'ladi. Misol partaga o'tkazib qo'yib o'qitish qiyin bo'ladi. U bola bemalol harakat qilishi kerak. Skandinaviya ta'lim uslubidagi erkinlik bor. Shunga o'xshagan narsani talab qiladigan bo'lib qoladi keyin deb. Qiziq. Ta'limda ham o'zi
maktab ta'limini o'zgartiramiz. Bu bo'yicha o'z maktab ta'limi ham bor. Adashmasam hozir xato ma'lumot berib qo'yishimiz mumkin, lekin shu maktab bitirgungacha bo'lgan butun tarbiyani, hatto undan keyingi qismini ham qamrab oladigan ta'limot. Bolasini yaxshi odam qilib tarbiyalaydigan, yaxshi inson bo'lishini xohlagan va muvaffaqiyatli odam bo'lib ertaga yetishishini xohlagan har bir ota ona uchun muhim deb o'ylayman, bobo buvi uchun muhim deb o'ylayman, yosh avlod uchun muhim deb o'ylayman. Xullas hamma o'qish kerak bo'lgan kitoblardan yana bittasi. Chunki hammani o'ziga aloqador, o'zi yaxshi ko'radigan yosh bolasi bor baribir, jiyanidir, nevarasidir, farzandidir, ukasidir. O'zi zamonaviy dunyoning eng katta muammolaridan biri bola tarbiyasi. Hozirgi kunda hamma qiynaladigan masala menimcha. Biz o'zaro o'zi bu podkast erkin bo'lganligi uchun mavzudan, kitoblar mavzusidan chiqsak, men shaxsan o'zim oxirgi paytda eng xavotir oladigan O'zbekistondagi soha bu ta'lim. Chunki atrofimda juda ko'p pedagoglar bor, qarindosh urug'larimiz, jiyanlarim orasida pedagoglar juda ko'p va maktablardagi ta'lim ahvolidan xabarim bor. Va hozir adashmasam mana shu O'zbekistonning boshqa jabhaladagi rivojlanishi va ta'lim mutanosib emas. Ta'limda biz orqaga qolib ketyapmiz. O'zi aslida eng oldinda turish kerak bo'lgan soha. Chunki maktablarda ham maktabda o'qish, maktab ta'limini o'zini obro'si ham va muallimlarni, ta'lim beruvchilarni obro'si ham juda keskin tushib ketdi. Ayniqsa hozir sertifikatlar olish, repetitorlarga qatnash yoki xos maktablar uchun harakat qilish, u ham repetitorlar vositasida, uni hammasi o'qituvchilarni juda qadrsizlantirdi. Shu narsani bartaraf qilish yo'llarini ko'rish kerak. Balki misol maktab yagona imtihoni institutga kirish imtihoni bo'lar. Shunga harakat bor, adashmasam bizda. Bor. Buni tezroq amalga oshirish kerak va albatta muallimlarni, o'sha o'qituvchilarni ham saviyasini, sifatini ko'tarish haqida buni ustida ishlash kerak bo'ladi. Shu haqda qayg'urish kerak bo'ladi. Xullas juda ham og'riqli va juda ham muhim nuqta shu ta'lim. 100 yil oldin ham shunaqa edi. Yo hayot yo mamot edi. Hozir ham shu yo hayot yo mamot va mana shu masalada biza biroz sustligimiz, biroz boy berayotganligimiz aslida muammolarimizni ildizi bo'lsa kerak. Bo'lmasa hatto mana kitobot sohasida ham, noshirchilik sohasida ham yutuqlarimiz, oxirgi 5 yildagi yutuqlarimiz hech kimga sir emas. Har qancha muammo ko'p bo'lmasin, baribir rivojlanish bor, baribir o'sish bor. Oddiy hozir mualliflik huquq haqida bahs yuritib o'tirganimiz o'zi o'sish-ku, oldinga katta yurish-ku. Shunaqa bir paytda ta'limda rivojlanmay qolayotganligimiz, balki bizani chetdan qarayotganimiz uchun, sohani ichida bo'lmaganligimiz uchun unaqa juda to'g'ri bir baho bera olmayotgandirmiz. Lekin chetdan qaragan bir har holda uzoqdan juda ham uzoq bo'lmagan odamlarning munosabati. Hammamiz buni o'zimiz tanamizda his qilib ko'ryapmiz-da. Aytganingizdek, bolalarimiz bor, jiyanlarimiz bor, yaqinlarimiz bor, o'qituvchilar bor. Ahvolni ko'rib turibmiz-da, shuncha aytaman. O'zi o'zaro gaplashib aytamiz-ku, har doim millatni ikkita sohani o'zi ko'tarish kerak-da. O'qituvchilar millatni ruhini sog'lom qiladi. Doktorlar, shifokorlar, ular jismoniy sog'lom qiladi. Bizda shu ikkalasi ham nimagadir aytganingizdek, balki ta'lim biznesga aylanib ketgani uchunmi? Chunki gapingiz bo'ldimi? Yo'q. Ta'limni biznesga aylanib ketgani, o'zimiz shu mavzuda o'zimiz gaplashyapmiz-ku. Biznesga aylanib ketgani aytganingizdek
repetitorga borgan bola maktabda o'qigan bolaga nisbatan bilimli bo'ladi degan tasavvur paydo bo'lishi, ya'ni pul to'lab o'qigan odam pul to'lamagan odamga nisbatan aqlli bo'ladi degan tushunchani paydo bo'lishi o'zi bitta fojia edi. Chunki bu ilm, davlat shuncha pul ajratyapti, maktab qurib qo'yibdi. O'qituvchilarni ham saviyasi yetarli emasmi? Kadrlar bilan muammomi? Ha, u ham bor. Hatto shu tibbiyotda ham rivojlanish baribir ko'ramiz. Hech bo'lmasa shakliy rivojlanishlar bor-ku. Boradigan klinikalarimiz har holda zamonaviylashdi, uskunalar kelishni boshladi. Endi u ham xususiylarda, xususiy ta'lim maktablarida ham zo'r sharoitlar. Repetitorlarga o'tishi, xususiy maktablar paydo bo'lishi bu oqibatlarda. Boshida bu yoqda ta'limdan qoniqmagandan keyin bunga boradi, majbur. Oqibati u, sabab emas. U shunga sharoit ham yaratib berilishi kerak. Misol uchun maktab ta'limi kifoya qilish kerak hamma narsaga. Qo'shimcha yana yollanib qilish uchun qo'shimcha narsalarga bo'lish kerak. Biza o'sha maktab ta'limi berish kerak bo'lgan natijalarni ham maktabdan kutmay qo'ydikda. Misol oddiy ta'limni keyin davom ettirish, savodxonlik, ta'limni davom ettirish, oliy o'quv yurtiga kirish. Oliy o'quv yurtiga kirish bu maktab bilan hal bo'ladigan maqsad emas degan tushuncha hammada shakllanib bo'ldi. O'sha sertifikat olmoqchimisan, qaysidir fandan, qaysidir yo'nalishdan, albatta o'sha yollanib o'qituvchiga borib qo'shimcha mablag' sarflab, bu yaxshi umuman o'zi ta'limni obro'sizlanishi, o'sha muallimlarning obro'sizlanishi o'zi bu xatarli narsa. Eng obro'li bo'lish kerakda. Doimiy ehtirom ko'rsatilishi kerak va munosabatlar shunga yarasha bo'lishi kerak, shunga muvofiq bo'lishi kerak deb o'ylayman. O'sha balki aytganingizdek, yagona davlat imtihoni bo'lishi yechimdir qaysidir ma'noda. Shu maktabga ta'limni qaytaradigan. Qaysidir ixtisoslashgan maktablar, deylik, prezident maktabi bo'ladimi, matematika maktablari, deylik, ijod maktablari bor, boshqa maktablar bilan oddiy maktabda bu o'rtasidagi farq juda unaqa katta bo'lib ketmasligi kerak. Chunki minglab, 100 minglab iste'dodlar prezident maktabiga jismonan imkoniyati bo'lmasligi mumkinda. U bolalarni ta'lim olishga bazaviy huquqi bor va sifatli ta'lim olishga huquqi bor va kelajak ularni ustida ham quriladi. To'g'ri, eng zo'r kadrlarni balki prezident maktabi, ijod maktablari yoki boshqa ixtisoslashgan maktablar yetishtirib beradi. Jamiyatda kadrlarga bo'lgan talabini 10 ta maktab bilan qondirib bo'lmaydi, baribir. U ham bor. Kamida minglab maktab. Endi hozir bu vaqtinchalik yechim deb ko'rilgan, qani-ku har bitta maktab, shu prezident maktabi har bitta bola shunaqa sharoitda o'qisa. Endi bular sal eng rivojlangan davlatlarda ham balki bunaqa emasdir. Men xabarim yo'q ekan. Ha, o'zi qani ta'lim zo'r bo'lsa. Yo'q, men ta'lim zo'r bo'ldi degani, biz bekorga buni kuyim gapirmayapmiz. Odamlar ko'proq kitob o'qiydi degani. Shunaqa odamlar ilmga, o'qishga, mutolaaga talab ko'payadi. Ta'limni bitta qanoti kitobda. Albatta, biz sababchi bo'lamiz va ular sababchi bo'ladi keyin biz o'sishimizga. Ta'lim shuning uchun kuyinamizda, kuyinamiz zo'r bo'lsin. Kuyinishimiz. Bugun O'zbekistonni o'sha kitob sohasini butun iqtisodiy quvvatini tamsil etadigan tashkilotlar deylik 10 mingta kitob chiqazganligi yoki 10 mingta kitob xarid qilganligi bilan maqtanadi-ku. O'zi aslida 40 millionga yaqinlashib qolgan nufus uchun 10 mingdan oshiq maktabi bor bo'lgan mamlakat uchun 10 ming dona kitob juda ham kulgili sonlarda. Har bitta kutubxonaga yetib borish uchun o'sha 3 donadan yetib borganda ham hech bo'lmasa bir 30 mingta, 40 mingta kitob chiqib qo'ygan bo'lish kerak edi o'zi. Undan boshqa kutubxonalar bor va hokazo. Xullas 50 mingta chiqqandagina kitob qaysidir ma'noda qanchalik darajada o'quvchiga yetib bordi deb hisoblash mumkin o'zi aslida. Lekin so'ramasa haq
olinadi degan narsa shu yerda ham. U yoqda haqqini so'ramaydi. Mani haqqim, mani o'sha ilmga bo'lgan haqqim, menga o'sha haqqimni beringlar deb so'rovchi shuni so'raydigan darajada komillik kasb etgan bola yo'q. Keyin yana bitta kitobimiz bor, xuddi shu mavzuni davomi. Menimcha bu ham hammaga tanish. Ko'pchilik shu sohaga qiziq bo'lganlarga tanish ekan. Biz buni o'zbek tiliga bir necha tilga tarjima qilingan, adashmasam. Va shular ichida biz juda ham xursandmiz. Abdulloh aytganlaridek, shu kitobni o'zbek tilida biza taqdim qilganimizdan Komarovskiyni, doktor Komarovskiyni 365 tavsiya degan kitobi. Bu haqda ham aka siz gapirib bersangiz menimcha yaxshi bo'ladi. Bu ham biz g'ururlansak arziydigan, maqtansak bo'ladigan nashrlarimizdan bittasi bo'ldi. Hamma tomonlama mazmunan ham, shu nimasi ham, sifati ham, ko'rganlar ham juda yoqtirishyapti. Juda ko'pchilik hozir bizni tomosha qilayotganlar xarid qilib ham ulgurgan bo'lsa kerak. Bu bitta halqani yopdik mana shu kitob bilan deb o'ylayman. Bu juda ham muhim narsa. Shunaqa halqalarni oxirigacha olib borish. Hozir telefonlarda yurish bo'yicha yoki qaysidir mashqlar bo'yicha qiladi-ku. Bu ham o'ziga xos ma'naviy bir halqani yopdik. O'sha sog'lom farzandni dunyoga keltirish, uni ruhan va aqlan sog'lom qilish va uni jismonan sog'lom qilish. Ya'ni mukammal bitta avlodni, mukammal insonni yaratish ilk qadamlari uchun qo'l keladigan qo'llanmalarni chiqazdik. Hademay siz ham ona bo'lasiz. Chiqdi u qanaqa qilib farzandli bo'lish, qanaqa qilib sog'lom farzandli bo'lish sir asrorlari, yo'llari haqida edi. Keyin mana o'sha tug'ilgan farzandni qanaqa qilib sog'lom qilib voyaga yetkazish, yoshiga to'ldirib olish va keyin unga qanaqa qilib ta'lim berish. Mana shu bitta halqa yopildi. Nima deydi? Geshtalt deydi. Shunga o'xshash bir nima deyish mumkin. Xursandmiz. Biz o'zimiz yaxshi ko'radigan nashrlardan biri bo'ldi bu ham. Va o'quvchiga ham manzur bo'ladi deb o'ylaymiz. Chiroyli bo'ldi. Menimcha bu o'zimiz dizayniga ham to'xtab ketsak, masalan, Montessori talabi shunaqa bo'ldi, inglizchasi bilan hamma elementlari, shakli, hajmi, joylashuvi bir xil rangi bir xil bo'lishi shart degan. Chunki bu muhimda ulardan predmetlar, Montessorining o'zini o'yinchog'i bor, o'zini predmetlari bor, o'zini stuli bor, shakli rangi. Soni 365chi? 365 ta biz o'zimiz qildik hammasini, chizmalaridan tortib dizaynigacha. Yo'qda ham shart shunaqa bo'ldi, chunki bu Ukrain muallifi, kitob rus tilida chiqqan bo'lgan va Rossiya nashriyotlarida chiqqan bo'lgan. Tabiiyki Rossiya nashriotlari bilan ishlashimizni xohlamadi muallif. Ulardan sota olmanglar, ichini o'zlaring qayta chizinglar dedi. Va biz rozi bo'ldik. O'zimizni ham qarashimiz shunaqa. Ukrainlar bilan ishlash yoqimliroq. Personajlarni o'zimiz chizganmiz. Personajlarni hammasini o'zimiz topdik, o'zimiz chizdik. Juda ham chiroyli chiqdi. Yaxshi chiqdi. Xalqni haligi menga bu kitobda eng yoqadigan tomonlardan biri xalqda har xil haligi ota bobodan qolgan gap deydi, boshqa deydi. Har xil anolari bor-da. O'zi ishonmagan narsalar nima deyishilardi? Bayka deydimi? O'zbekchasida nima bor? Uydirma deydimi? Shunaqalarga ham qarshi ilm fan, tibbiyot nuqtai nazaridan faktlar bilan keltiradi. Masalan, kichkina bolaga deydi. Kattalarda tabletkasini ikkiga bo'lib, kichkinaga bolaga bo'lsa bo'ladi. Eng katta ahmoqona xatolardan biri. Bo'lmaydi bu. Shunaqa, to'g'ri. Shunaqa xalqdagi haligi noto'g'ri tushunchalarni ham to'g'rilab ketishga harakat qiladi. Issiq qo'y nima bo'lsa ham, issig'i chiqsa ham issiq qo'y, sovuq qochsa ham issiq qo'y boshqa. Qo'y og'iz surkab qo'y deydigan qiziqchimiz. Men o'zim uchun ham kashfiyot ichida kutilmagan ma'lumotlar chiqadi, keyin o'sha faqat 1 yoshli bolasi bor uchun emas, umuman farzandi hali deylik
voyaga yetmagan farzandi bor ota onalar uchun yaxshi qo'llanma. Ongli tibbiy madaniyat bilan tarbiyalashga bir yordamchida. Xalq tibbiy madaniyatini anchagina oshiradi menimcha bu kitobimiz. Aytganingizdek o'rganib qo'ysa bolasiga, jiyaniga, nevarasiga, 10 yildan keyin o'zi ham bola bo'ladi. Ha. Oila quradi. Xullas, boshqa bo'ladi. hamma uchun ekanda. 7 yoshdan 70 yoshgacha degan. Shu bizdagi fojialardan bittasi nimaga biz bunaqa qo'y yog'i surkaydigan bo'lib qolganmiz desa, biz o'zimizni an'anaviy tibbiyotimizni yo'qotib qo'yganmiz-ku. To'g'rirog'i bizdan olib qo'yishgan, uni qoloqlik deb o'ylashgan. Yangisini o'sha yevropachasini to'liq singdirish olmagan, o'rganmaganmiz boshqa. Va ana o'rtada puflab qo'yadigan, urib qo'yadigan yoki og'riq bormi so'raydiganlarga kunimiz qolib ketdi. Kunimiz kinnachilarga qoldi. U misol bu alohida podkastlarga, bir nechta podkastlarga mavzu bo'ladigan To'g'ri. Fojiamizni muammo-ku. Lekin har holda shunda shu sekin to'g'ri bo'ladi, mana shular bilan deb o'ylayman. O'zi asli qaralsa mana shu oldingi muammolarimizni juda oddiy bitta maslahat bilan muammolarni, bolalarni sog'lig'idagi nimalarni yechib kelishgan. Mana shuni haqida Buvam Yoshqozondagi mamlakatni ikkinchi qismi chiqdi. Bu Qobiljon Shermatovni ikkinchi biz davomi o'sha Buvam Yoshqozondagi mamlakat kitoblarini bu haqda menimcha Abdulloh gapirsalar nimaroq. Bu asarda qahramonimizni anavlari sarguzashtlari davom etadi. Zo'r topilma qilgan, har xil kasbdagi, har xil xarakterga ega odamlarning ichki dunyosini ochib berish uchun qahramonimiz anavlarga odamning ichiga tashrif buyurib turadi. Uni ichida yuragida nimasi bor, qalbida nimasi bor, oshqozonida nimasi bor. Bu kitobdan o'sha qiziqarli anavlar davom etadi. Faqat bu sal yoshi o'tgan deyman, sal voyaga yetganroq paytidagi. O'zi yosh kategoriyasi ham menimcha o'zgaradi. Kattaroq. Endi bundagi tushunchalar sal murakkablashadi. Odamda haligi axloq nima deydi yana? Ijtimoiy yurish turish boshqa haqidagi tushunchalar yanada murakkablashtiradi muallif. O'smirlarga moslashtirib. Bunda ham o'sha ezgulik g'alabasi, yovuzlikni mag'lubiyati asosiy masala. Hozir ayni ta'til payti. Rosa qiziqib o'qiydigan. Tavsiya qilsa bo'ladigan kitob mana shu. Buvam Yoshqozon mamlakat birinchisi. Sarguzashtlarga boy, mazza qilib o'qiladigan. Har qanday yoshdagi bolani qiziqishiga sabab bo'ladigan kitob. Buni birinchisini ham qayta nashr qildik. Va qayta nashr bir juda ahamiyatli va quvonchli voqea bilan birga sodir bo'ldi. Xalqaro bolalar adabiyoti kengashini 2026 yil uchun tavsiya etilgan adabiyotlarning ro'yxatiga kiritildi. O'zbekistonda kiritilgan ilk kitob bo'ldi shu. Bu albatta mutlaq yozuvchi Qobiljon Shermatovning yutug'i va bu yutuqda bizni ham hissamiz borligi biz uchun juda yoqimli. Va chiqargan kitobingiz shunaqa xalqaro miqyosda e'tirof etilsa bu albatta yoqimli va shu kitobning davomi bu ham katta yutuqlarga erishadi. Xudo xohlasa Buvamning Yoshqozondagi mamlakat 2 o'sha kitobxonlarning ma'lum bir toifasi bor, shunaqa seriyali davomli nashrlarni yaxshi ko'radi. Ular uchun ham alohida sovg'a bo'ldi. Sifatli bolalar kitoblaridan yana bittasi. Bir paytlar orzu qilardik bunaqa kitoblarni chop etishni. Hozir mana bu safi ancha kengayib qoldi. Yana o'zimiz bosmaxonada.
ha bu kitoblarni hozir sizlar ko'rib turgan kitoblarni hammasi ertaga mana qo'lingizga ushlaganingizda mana sifatini his qilasiz. Bu hamma jarayon o'zimizniki. O'zimiz bog'dan deydi-ku. Shu kitob tayyorlanishidan tortib bosmasi, muqovalanishi, dizayni hamma ishi o'zimizniki. Bu ham bir alohida g'urur beradigan holat. Maqtanadigan, faxrlanadigan. Albatta. Biz o'zi bosmaxonamizni nimasi qiziqku. Men bosmaxona sifatiga. Ba'zida uni yopib boramiz, to'xtatamiz, tugatamiz deymiz. Iqtisodiy tomondan olib qarasa, balki unchalik nima deydi, samarador emasdir. Lekin faqat o'zimiz akadem nashrga xos bo'lgan kaprizlarimiz bor. Shu kaprizlarimizni, injiqliklarimizni qondirish uchun shu bosmaxonani ishlab turamiz. Uncha joyda bunaqa injiqlik bilan 2-3 marta ishlab keyin ishlamay qo'yadi-da. Tezroq boshqa ish qilganim, ko'proq pul topganim yaxshi deydi. Lekin hozir bosmaxonalarda ham sifat ancha ko'tarildi. Yaxshi оборудование kirib keldi. Umuman O'zbekistonda kitobning sifati ko'tarildi va o'sha agar 5 yil oldingi bilan qiyoslansa, taqqoslab bo'lmaydigan darajada ko'tarildi. Chet elda chop qilinib kelinayotgan kitoblar bor. O'zimizda chop qilinayotgan kitoblar ham. Did paydo bo'ldi odamlarda. Did paydo bo'ldi. Kitobga nisbatan did paydo bo'ldi. Oldin bir esimda qaysidir kitobda bir Krasota poyeskada boshlaganmizmi? Fragmental lak qilishdi. Shunaqa qilganimizda odamlar tushunmagan ham nimaligini. Qimmat narsa edi. Ishonchdanmi, qayerda qildirib kelganmiz. Keyin odamlar masalan o'sha tis zarhal bosmasida hozir endi tayyor talab qilishni boshladi kongressda. Qimmat shu milliard so'm turadigan uskunalar olib kelib maxsus kitobni muqovasiga ishlov berish uchun olib kelishyapti. Muqovalash uchun olib kelishyapti. Bu zo'r. Siz har doim aytib yuradiganingizdek kitob sifatli bo'lishi kerak. Bu faqat ma'lumot emas, o'sha estetika ham tashish kerak. Shu narsa uchun kurashilayotgani, harakat qilinayotganligi, mablag' sarflanayotganligi odamni faqat xursand qiladi. Kitobda o'zi bu sohada bilmayman boshqa sohalarda qanaqa, bir-biriga raqobatchi deb qarashadi-ku. Men o'sha kuni 17 yildan beri shu sohada bo'lsam, bironta poligrafist yoki noshir boshqasiga nisbatan bu meni raqobatchim degan qarash bilan o'qiganini sezmadim men. Qayerligi bilan qaraganimmi? Aksincha bir-birini qo'llab-quvvatlaydi-da. Qaysidir jurnalist kelganda aytdi, men birinchi marta ko'rishim noshirlar o'zaro bir-biriga nisbatan, bir-birining ishiga nisbatan hurmatda bor ekan. Soha shunaqa, kitobning ichida yurib yana odamlarga g'ayirlik qilsin. Bu ham nima ko'pligi, kamligi uchun bozor hali kuchsizlik uchun ham bo'lishi mumkin. Qachondir kelib raqobat muhiti, raqobat ruhi ham paydo bo'lar, balki talashadigan, lekin hozir talashadigan narsa deyarli yo'q. O'sha avtorlik qanaqadir patentlar olmasa, kitob qanaqadir usulda chop qilib, bir nimadir qilib shuni talashmasa agar. Men o'ylayman bu talashilmasa kerak, chunki talashmaydigan odamlar faqat noshirlik bilan shug'ullanadi, lekin faqat biznes nuqtai nazaridan pul qilish uchun noshirlik bilan shug'ullanayotganlar ham bor. Buni menimcha ko'pchilik biladi ham. Ular unchalik uzoq qolmasa kerak. Chunki bu soha unaqa, lekin oxirgi paytlar daromadli soha ham bo'lib qoldi. Agar qaysidir davlat buyurtmalari nimalargadir aralashib olmasa. Hozir mana shu ojiz joyi ham shuda, to'g'ri qo'llov bo'lsa, o'sha donalab bir yilda bir marta buyurtma qilib qo'llab-quvvatlagandan ko'ra, birinchidan g'araz paydo bo'ladi, korrupsiya uchun imkoniyat paydo bo'ladi. Kimgadir deylik, ma'lum nomdagi kitobni 10,000 donasini o'tkazish uchun yoki 5,000 donasini o'tkazish uchun yo'llar qidirilishi boshlanadi. Bu yaxshi emas.
nosog'lom. Shuning uchun to'g'ri siyosat bo'lsa, to'g'ri qo'llab-quvvatlov bo'lsa, bu o'z-o'zidan bartaraf man bo'ladi. bir siz bilan gaplashuvdimmi crowdfunding platformalar haqida. Metsenatlar, yozuvchilar, o'quvchilar, nashriyotlar hammasini birlashtiradigan bitta platforma qilish haqida. Buni bir avoka bir shug'ullanishni boshlavdimi? Biz yoki shunaqa qilamiz deganmiz o'zi aslida. Hamma nashriyotlar, hamma o'tiradigan. Masalan, yaxshi yozuvchi asarini shu platformaga joylashtirib, o'sha parchalar joylashtirib, o'ziga homiy izlashi, nashriyot izlashi osonroq bo'lardi. O'quvchilar oldindan o'sha pul buyurtma deymiz, o'sha nimalar uchun yoki metsenatlar yaxshi kitoblarni mana aytyapsiz-ku hozir o'sha loyiha qilib olgan odamlar bor. Biz bilamiz bir qanchasini. O'zimiz domla masalan ko'pchilik kitob chiqarish uchun maxsus faqat pul ajratishini, faqat kitob chiqarish uchun. Shunaqa odamlarni to'playdigan bitta platforma kerak edi-da. Endi men bir qiziqqanman buni. To'lov tizimlari bilan bog'liq muammolar bor ekan. Chunki u pul bo'ladi-yu, uni xavfsizligini ta'minlash katta xarajat talab qilar ekan. Muammo emas. Muammo pulda. Kecha biz ikkalamiz bir orzu qilib bir nimalar o'ylagandek bo'ldik shu narsa haqida. Biz yani do'konga, akademik nashr do'koniga yoki akademik nashr o'ziga tashrif buyurgan odamlar uchun qanaqadir agar endi bizda chiqmayotgan kitoblar bor-ku, hech kimga sir emas. Mana shu kitob chiqib ketishini xohlasangiz hissa qo'shishingiz mumkin. Qutiga o'xshagan. Qutiga o'xshagan narsa qilish mumkinmi deb o'yladik. Dahshat narsa agar odamlar to'g'ri tushunsa. Masalan, yig'iladi-ku. Bu ijtimoiy mas'uliyat degan narsa bor. Odamlarda o'sha o'zini daxldor his qiladi. Bu mazza ham qildiradi. Qaysidir kitob kimdir tufayli dunyoga kelib qolsa, bu shu platformalar butun dunyoda bordi bu platformalar va muvaffaqiyatli faoliyat yuritib keladi. Maxsus o'sha platformani boshqaradigan komanda bor. Ular oylik olib ishlaydi. Ular masalan muallif keladigan bo'lsa, unga talablar, asarini joylashtirish boshqa yoki nashriyotlar keladigan. Nashriyot masalan sizga bitta asar kerak bo'lsa, buyurtma asar kerak bo'lsa, masalan bolalar ilmiy fantastik adabiyotidan bitta asar kerak bo'ladigan bo'lsa, siz e'lon qilasiz. Davlat e'lon qilyapti-ku. Xuddi shunaqa e'lon qilasiz. Yoki yozuvchi xuddi shunaqa asarim bor, men bunaqa o'sha kichkina qisqa annotatsiyasini beradi. Uni tanlab o'qish mumkin. Yoki nashriyotda siz aytganda, masalan, shu kitob turibdi, chop qilinishi uchun mana shunaqa mablag' kerak. Desa, shu metsenatlar bor, davlatning grantlari bor, ajratiladigan yoki chet eldan homiylar bor, ko'p-ku. Shuni hammasini birlashtiradigan bitta platforma kerak, lekin bu platforma bizada ishlab chiqilish kerak bo'lgan narsa. Shuni kimdir qilish kerak. Ozgina o'sha moliyaviy, bank operatsiyalari bilan muammo ekan, qolgani o'zi unaqa muammo narsa emas. Shuni bir o'ylash kerak ekan. Menda bor edi, lekin tayyor bir qiziqqanman. Ko'pchilikka aytganman, crowdfunding platforma deb gapirganimda, menimcha bu boshqa tilda gapiryapti deb tushunmagan edim. Mana kino tushirilgan platforma degan kino. Ular o'ylaydi, masalan, ko'pchilikka taklif bersangiz ana deb o'ylaydi-da, soqqa qilmoqchi deb o'ylaydi. Jamiyat shunaqa bo'lib qolgan. 1001 kitob. Bu ham xudo xohlasa 1001 kitobdan iborat bo'ladigan, 1001 qismdan iborat bo'ladigan kitob bo'lishi kerak. Sharifjon Ahmadni biz doim aytib kelamiz, e'tirof qilib kelamiz, juda hurmat qilamiz. O'zbekni bemalol zabardast yozuvchisi deyish mumkin. Bolalar adabiyoti sohasida ham bitta nimasi, eksperimenti, tajribasi va muvaffaqiyatli deb o'ylaymiz. Bu bolalar va o'smirlar adabiyoti. Buni Abbos juda to'g'ri e'tiroz bildirdi. Chiqqandan keyin shu kitobni biz bezagida adashdik deb. Chunki bezagi ko'proq bolalarga o'tib qolgan. Aslida o'smirlar uchun balki keyingi nashrlarda bu narsani o'ylab ko'rarmiz. Juda sifatli, xuddi o'sha Buvarning oshqozonidagi mamlakatlarning sifatida chop etildi. O'qishga ham juda yoqimli, bolaning so'z boyligi, jumla qurish, yozuvchilikka havasi bor
yoshlar ayniqsa o'qisa yoki o'sha keyinchalik matn tuzish bilan bog'liq faoliyat orzu qiladigan yoshlarimiz bu kitoblarni o'qisa juda foydali bo'ladi. Va baraban sadolari ostida deyishadi-ku. O'zbekiston tavalludi qayta nashr bo'ldi. Shu o'tgan safar buni ham asliyati bilan bir xil qilib sal yozuvlari maydaroq edi. Yozuvlarni kattalashtirdik. Bu ham unaqa adadi ko'p emas. Olishga ulgurib qolish kerak. Oldindan to'lov e'lon qilindi va bir qadar yaxshi natija, baribir ko'pchilik kutgan kitob edi. Bu juda muhim manbalardan bittasi tarixdan. Bu ham Abdulloh mavzusi. Kitob o'qishga qulay bo'lgan, oldingidan ko'ra xato-ro'rolari ochilgan, shriftlari qulaylashtirilgan. O'tgan safar shu bilan juda muammo bo'ldi. Keyin biz o'zidek qildik. qaytadan tahrir qildik bir marta, korrektura qildik. Iloji boricha menimcha xudo xolisa sharmanda qilmaydigan. O'zi nima uchun o'zi har bitta kitobga nisbatan qo'yiladigan savol bor, shunaqa rukun ham qilishimiz kerak ekan biz. Har bitta kitobni nima uchun o'quvchi olish kerak degan savolga javob olib chiqish kerak. Sizdan, mendan, Bahriddindan, Dilshoddan, boshqa muharrirlarimizdan. Yo'q qo'yamiz. Va hamma shuni bitta jumla bilan tushuntirish. Yo'q, 1 2 3 4 5 qilish kerak. Mana bunaqa zo'r bo'ladi. Bugun bilmayman qaysi palakat bosib deyishadi-ku, qaysi qo'ling singiri nimasi bilan bosgan tugmasi bilan ijtimoiy tarmoqlarda tojik o'zbek munosabatlari yana bahs bo'lishni boshladi. Nimagadir mana shu oxirgi oyda juda ko'payib ketdi yoki mani ko'zimga ko'proq tashlanadigan bo'lib qoldimi va doim havodan iborat bo'ladi bunaqa bahslar. Falondir, pistondir deb. Shunaqa bahslarga kirib qolmaslik uchun yoki shunaqa bahslarda asoslangan bitta fakt bilan javob berib ketish uchun ham shu kitob muhim. Bu muallifni anavsi mag'zini aytadigan bo'lsak, kitobda mag'zini biz Turkiston xonliklari egallagandan keyin, Rossiyani egallagandan keyin Turkiston degan bir yaxlit bir anov tuzdi-ku, uni parchalab tashlab 5 ga bo'lib, u aslida biz buni fojia sifatida ko'ramizda. Bu aytadiki, adib holat. Bu xalqning o'zini xohishi, tabiiy yo'l bilan rivojlanib kelish natijasida O'zbekistonga keldi. Bu hech qachon bir kommunistlarda yo Lenin bovoni anavsi emas, kashfiyoti emas. Ertaga masalan fitnalar bo'lyapti-ku qayerdadir, buni balonchi kashf qilgan, pistonchi kashf qilgan. O'zi tabiiy yo'l bilan, jadidlarning talablari bilan shunaqa yig'ilib kelgan, evolyutsion yo'l bilan kelgan bir davlat ekanligini, qonuniy asoslarga ega ekanligini, hammasi tasdiqlanganligini ko'rsatib bergan. Va bugun hali tandirdan endi uzilgan, hali savdoga chiqmadi bu kitob. Savdosini endi e'lon qilish qattiq muqovasi arafasidamiz va bu kitob qattiq va yumshoq muqovalada. Nashriyotimizda bitta yangi rukun paydo bo'ldi. Bu bizga tashqaridan taklif qilingan rukun, asliyat rukni, asliyat tarixi ruknida 2 ta kitob chop etildi hozirgacha. Turkiston kundaligi va otam Sulton Abduhamid. Bu asliyat falsafasi ruknidagi birinchi kitob bo'ladi. Rene Guénonning zamonaviy dunyo inqirozi asari, tarjimon Hamid Sodiq. Va hozir asliyat adabiyotidan bitta kitobimiz bosmaxonaga topshirilish arafasida. Mualliflik huquqlari shu kunlarda hal bo'ldi. Daniel Graninning Qo'rquv essesi va yana asliyat geosiyosatidan bitta kitobimiz Jeffrey Sachs. Uni mualliflik huquqlari bosqichida turibmiz. Kitob o'zi bosmaxonaga tushirishga tayyor. Bu bizni yaxshi bir akamiz, ustozimiz Ulug'bek Sultonning loyihalari, aslida u kishiga oid serial hamkorlikda
chop etib chiqarib turibmiz. buni asosiy qadriyatini aytib ketaylik. O'sha O'zbekiston yurtimizga taalluqli joyi bo'lgan yo bo'lmasam xalqimiz uchun foydali bo'ladigan manbalarni bitta ham harfini o'zgartirmasdan qanday bo'lsa shundayligicha anonsga tarashlamasdan chiqarish asosiy maqsadi, qo'lyozmalarni rukun maqsadi. Rukun asosiy. Xullas, tadqiqotlar uchun, tadqiqotchilar uchun ham kelajakda foydali bo'ladigan, xudo xolasa manbalar chiqaramiz shu rukun ostida degan umiddaman. Inshaalloh.